Adamlar uchun uni bergan kunini nishonlab, shu hayotiga yana ham singdirmiş. Shu aqlning o'zining kelgusi hayotiga bo'ysundirib, zakovat bilan o'zini yana ham rivojlantirish uchun mana shu og'aylarning hammani yig'di. Keling, shu og'aynimiz, do'stimiz shu yarim asrlik umrini endi anadan bo'lgan chaqalaq sifatida sezsin. Va akalar, hozirgi hayotimiz shuni taqozo qiladi. Va shundayda hamma his qilish kerak. Hayotini endi qadam qo'yayotgan chaqalaqni boshlayotgan davrda his qilsin. Lekin bu chaqalaqni aql sifatida emas. Istagimiz shu qadamimiz benuqson bo'lsin. Boshlayotgan, qilayotgan xalq uchun, butunki hayotimiz uchun ishlaringiz rivoj topsin. Hamma vaqt shu fazilatingiz, shu hosilingiz, shu murodingiz egasi bo'lmuş bu o'rtoqlar sog' bo'lsinlar. Sizning xonadoningizda mana shu yarim asrning butun qilib bular ham ulashsin. San'atkorlarimiz yana ham o'z istak va murodlariga, o'z orzulariga erishib, shu asrlik mana shu o'tirishlarimiz, mana shu qilayotgan bazmingizning davomchisi bo'lsinlar. Bular ham hamma vaqt shu siz va biz xonadonimiz sizga bizga qoldirgan ota-bobomizning nima ish bo'ladigan bo'lsa, davomchisi bo'lib shu avlodimizga yetkazib qoldirsinlar. Keling, mana bugun ikkita musiqa eshitdik. Balkim Abdulhashim akam o'ylayotgandi, biz 1 soat ya 1,5 soat musiqa va shular qildik. Ikkita eshitdik. Bu hali o'tirishmaning boshlanishi. İsterdikki şu bugün, şu oturuşma, şu insonlarga, şu ağaynimizin hakiki basıp o'tgan qadamlarini bir bizlarga yod etadigan ham musiqa egasi bo'lamiz. Uning uchun sizlarga kuch-quvvat, e'tibor va sizlarga chilam bersin. Shuni tinglab eshitaylik. Hammangga sog' salomatlik, kuch-quvvat, hammang sog' bo'linglar. Yasha. Ben ulusunu dökmeye geçeyim. Shunchaki birdan bo'lmasin. Yere dökilmesin. Gapga yere dökilmesin usta. Bir g'am ham qolmasin. Voy, voy, rahmat.